o'rtoqlar, men bitta narsani storiesga chiqsam aytaman deb yuruvdim. Hozir esimga tushib qoldi. Shuni aytib oling. Iltimos sizlardan har xil odamlarning gaplariga ishonmanglar. Shaxsan men o'zim hech qachon storiesga chiqib Monjarodan ozganman, Monjaro olaman deb aytmaganman. Men kapelnitsa olganman bir marta. U ham nima? Zolushka bir nima kapelnitsa bor-ku, u yuz uchun, yuz tirnoqlash, badan tirnoqlash uchun olinadigan kapelnitsa. O'shani olganman, lekin hayotim davomida tepada Alloh turibdi, umuman men Monjaro olmaganman. Mani nomimdan, mani orqamdan yolg'onlar ishlatib, Parizoda Monjaro olib ozgan deb har xil klientlarga Monjaro qilmanglar, yolg'on gapirib, qilmanglar mani orqamdan yolg'on gapirib. Men rozi emasman. Narigi dunyoda ham so'rab olaman bu narsa uchun. Qilmanglar bu ishni.